faqat 8-mart bo'lgani uchun shunaqa bo'lsa kerak-da sizlarda. Yo'q, biz uyda har kuni 8-mart o'rtog'inglar yil 12 oy bayramda yashagandek yashaydilar. Ha. Faqat 14-yanvar kuni hamma o'z-o'ziga xizmat. Har holda biz bayramimiz. Voy, o'rtoq, qattan topgansan. Bunaqa yerni buni muzeyga qo'yish kerak. Kechirasiz, siz bilan bitta rasmga tushsak bo'ladimi? Ha, rostdan. Mayli, hozir o'zimga sal qarab chiqing unda. Ha, mayli. Faqat mana telefonimga rasmga tushasizlar. Agar singillarim tayyor bo'lsa, rasmga tushamiz ruxsatingiz bilan. Qo'llaridagi Honor telefonni ham 8-martga o'zim sovg'a qilganman. Nima qilyapsiz onasi? Uxlamaysizmi? Yo'q, uxlamayman. Tishdingmi? Ha, boyagi rasmlarimizmi? Voy. Nima bu? Ana, qo'lim tepida Nima bu? Bu nima rasm? Qaqa yo'qolib qoldi. Bu telefonni qayta topgansiz onasi. Honormi?